Assalomu alaykum akalar. Ish boshlaganimizga bugun ikkinchi kun, Xudo xolasa. Montajlarimizni polni boshlab oldik. Rekuperatorlarimizni уже ilib qo'ydik, Xudo xolasa joyiga. Birinchisi, ikkinchisi. Bu izolyatsiya qilingan turbalarni konditsionerlarga. Bular rekuperatorlarga. Xudo xolasa ishlarimiz zo'r ketyapti. Kimga shunaqa sifatli ventilyatsiya xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar, ishlaringizni sifatli tez bitkazamiz, Xudo xolasa.